2026-yil 2-iyun sanasi do'stlar. Akbariy degan pista ko'chatlarimiz do'stlar. Mana bog'ida biz 10 yasharlik bog'i. Mana hosilda mana erkagi bo'ladi. Mana bunda meva bo'lmaydi. 30-40 kilo yuki bor. Hali pista qilmayapti deganlarga sizlarga sekin ko'rsatib boraveraman. Ko'chatlardan ko'paytirganmiz mana qilmaydi deb ko'pchilik mana kommentariyalarga yozadi do'stlar. Mana qilgan holatlarni sizlarga bir ko'rsatib boraman. Mana uy sharoitida do'stlar bo'layotgan holatlar. Kam suvga ham bo'laveradi, ser suvga ham mana qilganini ko'ringlar. Men sizlarga mana egi ko'rsatib boraveraman. Mana do'stlar 2 metrda ham bo'layotgan holati. Mana adadan bitta oling, mana qilganini. Haqiqatda 30 kilo bir tufda bormi deganlarga mana do'stlar, qani hosildorlik. Nomerlar qoldirib qo'yaman, buni ko'chatlarga aloqa chiqishlari mumkin. Ko'chatlari bor, xudo xolasa noyabrdan boshlaymiz. Ana ko'z bilan ko'rib, bemalol xulosa keltirib, xudo xolasa mana holat. Like bosamiz do'stlar.